Yana boshim aylanyapti, gandiralayapman. Ey Xudo, ishqilib yiqilib tushmaydi, mastga o'xshayman xuddi. Qornim bezovta qilganini-chi endi yana. Bezovta ichaklar sindromidan ham shunaqa charchadim. Ishqilib ichim ketib qolmasin deya shuncha odam oldida panos bo'lib sharmanda bo'laman agar o'zing saqlagin ey. Voy tavba. Voy ishqilib nevrozmikinman, qanaqadir kuchli kasal emasmikinman, rakmi bilmadim. Voy yuragim yana tez uryapti-ya. Tahikardiyami bu? O'zim yomon his qilyapman. Googledan qarashim kerak, balki qanaqadir falajlikmi, sklerozmi, nimadir bormikin, kuchli kasal, rak. Hech ishtaham yo'q, ovqat yegim kelmaydi-ya. To'xta, balki qanaqadir depressiyamikin bu, bilmadim. Ishqilib voy tinchlik bo'lsin. Tomog'imdagi tiqilishlar shunaqa jonimga tegdi. Voy bir narsa turib hech ketmaydi-ya shu tomog'imdan. Nima u? Tavba qildim. Lori ham, boshqasi ham yordam bera olmayapti bu narsaga. Nima o'zimni tanam his qilmayapman. Xuddi birovnikini ushlab turganda tavba qildim. Xuddi meniki emas bu tana, boshqa odamnikiga o'xshaydi. Atrofim ham xuddi kinoga, multfilmga o'xshaydi-ya. Tavba qildim. Nima unaqa? Bir g'alati holat.